Assalomu alaykum dehqon ko'kalar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana hozir ko'pchilikda kunduzlikka so'lyapti pomidorlarda, yarimidan, o'suv nuqtasidan so'lishlar ko'p bo'layotgani uchun hammaga bir xil gap, qorason bo'lishi mumkin, ildizlar rivojlanmagan bo'lishi mumkin deb tavsiya qilinadi-yu, Redamil Maxim quying deb. Mana shu kapelni ishlankani yaqin qo'yib qo'yilgandagi bo'ladigan xatoliklarni aytib o'taman-da. Mana shu pomidorni ham olib kelishdi. Taxminan 60 santimetrlar bor. O'q ildizi pishgan. Mana o'q ildizi ketyapti. Bu kapelni ishlangan mana shunda turgan mana. Ildizda ham yurish yo'q, mana shu holatiga 0 deb buni ildizi. Ildiz yurmagan. 3 ta ko'chat olib kelingan bo'lsa mana. Hammasini ketyapti. Shuning uchun kapelni ishlankani uzoqroq olinglar. Kimda mana shunaqa ko'chat bo'shashib, so'linqirab turish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, 10 litr suvga 5 gram Redamil, 5 gram Maxim bitta variant. Yoki 10 litr suvga 5-10 gramdan Vitarus, 5 gramdan Redamilni qo'shib, shu tanaga tekkizib quyinglar. U erinmay, mashdan quysanglar effekti yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik kapelnidan berib yubordik deydi, kapelniki yaxshi ish bermaydi. Shundan quysanglar bu chirish to'xtatib beradi. Bu chirishdan bo'lgan muammo. Yana bittasi mana o'q ildizi orqaga qayrilib ketgan. Yana bu dehqonimiz sovuq kunlarda ko'chat tigini quruqroq ushlaganlarda yengil suv berilgan. O'q ildizi namlikni qidirib orqaga obratga bo'lib ketib qolganda mana. Bu pati ildiz o'zi ish bermagan. Buni ko'rgan odam ildizi yaxshi yuradi, lekin o'q ildiz suvni qidirib orqaga qayrilib ketgan. Shunaqa holatda probka bo'ladi. Keyin kasetaga ekilgan ko'chatlar vaqtida ekilmasa, mana shu o'q ildizlari probka bo'ladi. Probka bo'lgandan keyin pati ildiz o'zini kuchi yetmaydi bu donni yirik qilib berishga. Uni yetishi uchun ham normalniy ildiz bo'lishi kerak uni. Ildiz dorilarni zo'rini quyib, ildizini yaxshi rivojlantirish kerak. Hozir mana shu holatiga mashinchi ildiz bo'lishi kerak bu ko'chatda. Ildizi yosh ko'chatda ildizi deb o'yatibdi. Shuning uchun sizlarga shuni eslatib o'tay, xo'p pomidor bo'lsin, xo'p bolgarskiy, xo'p boshqa ekin bo'lsin, kapelni ishlankani taqab qo'ymaylar. 10 santimetr uzoqda tursin. Chirishdan muammo bo'lmaydi inshaalloh. Dehqonchiliklarga Alloh baraka bersin.